Türkiye Yaşar Özen'in kişi priyorunda ülkeler kazısı olayından kuşteneşler torataları. Mene şundi zur paket. Min şut kuterip turam. Ağır. Tulina SSI Rossiyada olur. Bugün bizde продуктовый наборлар ilashamiz. Ulkan kishilarga endi. Siz familiyangizni yozasiz, qo'lingizni qo'yingiz. Bek zo'r rahmat. Yoriyali musulmon kishilar shulay bizni hurmat etib ko'chtanashlar beralar. Business of Festival mesenati var. Mana biz ulkanlarga hozirgi og'irgi vaqtda shulay yordam etuvlar uchun bek zo'r rahmat. Ularning o'zlarini de Xudoy taolo bersin yaxshiliklarni. Bu alligatsiyani kimlar ishtirok? Bu aksiyani biz birinchi yilgina uyushtirmaymiz, ikkinchi yil endi yilni uyushtirgan edik. Bugungi kunda Qozonda bor, hamma Zinalovskida. Bugungi kunda bu uyushtiramiz biz. Приют человека, ham bu приют человекni поддержать brigada ishmakarlarimiz. Bugungi kunda 270 dan ortiq ishmakar bu bizning so'qishchilar kira, bizning so'qishchi mesenati deb ataladi. Bundan turli millatdan ham turli dinda bo'lgan ishmakarlar bizning endi bitimizda o'sha izgarish birlashtiradi, u kishilarni oshotib bizning endi bilganimizcha приют человека butun Tataristonda 30 dan ortiq точка. Shuning ikkisi bilan Zinalovskida. Bugungi kunda bizning есть paket продуктовый набор Alloh kunini bag'ishlab shunday endi iti da bor, krupalар da bor, kimya da bor, shu bir paket endi olalar. Eng muhimi endi fursatdan foydalanib bizning ilkanlarimizni shu ilkanlar kuni bilan tabrik etasiz keladi. Albatta endi bu biz ilkanlarga bu kundagina tugul har vaqtda da o'zimizning motor qarashimiz, motor muomalalamiz bilan biz ularga marhamatli bo'lishga tiyishmiz. Shunga ko'ra biz ularga eng muhimi salomatlik tilaymiz, baxt, rahat, xayrli, barakatli turmush tilaymiz. Bayram bilan